Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan mana bugun davom etyapmiz syomkani. Bugun 14-may. Qovunlar ham dav jetaydigan bo'lib qolibdilar. Xo'p. Qanchadan beri video chiqarmayotgan edik. Shunga kamgina arxivga tashlab qo'yaylik deb 2014 mana syomkani boshlab yordik. Bu qayerda desanglar, Noxey Vash. Qizlartepaning tagida, Qizlartepa ko'rinib turibdi mana. On ikkinchi marta egilgan qovun. Bu yil anomal issiq bo'lgani uchun bo'ladi, yaxshi. Bu kimniki desalarning bir ag'ayindiki bo'ladi bu. Qizlartepada man 1 gektar yerga tegibdi. Shunga bitta like bosinglar. Tarqatinglar bu yilgi yangilikni. Sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Qo'ldan kelganicha. Mayda man tuyib qolibdi. Mumkin bir oyda chiqadi qog'in. Klenkani yirtib yorsa ham bo'ladi ekan. Rossiyadagi podpisчиклар ko'rib qo'yinglar mana bu yilgi dehqonchiliklarni. Bironta olaman degan odam bo'lsa, optov ham sotib beradi ya 1 gektar yerni. 40 ming, 35 mingga beradilar degan gap bo'lyapti. Beraman dedi, yerni ingas ko'rdi. Shuning uchun tarqatinglar, kimga kerak bo'lsa qovun. Mana shu olsin kelib ma'lumotni kommentariyaga yozinglar.